nega ota-ona o'zini bola bilan solishtiradi? Ota-ona boladan ancha aqlliroq bo'lish kerak. Farzandingiz sizdan so'raydi, nimaga siz rus tilini bilmaysiz? Agarda biz tez natija haqida gapirayotgan bo'lsak, demak natijani sifati past bo'ladi. Bolangiz rus tilini bilishi haqida unuting. Bola bu ustoz emas. Kelajakni o'ylab hozir harakat qiling. Hammaga assalomu alaykum. O'quvchilarim, yaxshimisizlar? Kayfiyatingiz yaxshimi? Sizlarga bugun juda ham zo'r mavzuga video olamiz va maqsadga yetishimiz mumkin. Bugungi mavzuyimiz: bolam rus tilini mendan yaxshi biladi. Ba'zida meni xatolarimni to'g'rilab turadi. Bu anaqani savolni, bu muammoni taxminan 2-3 yil davomida o'qishga kelgan o'quvchilarim bu savolni menga berishadi, bu muammo haqida menga aytishadi va men bu muammolarga yechimni o'zimizni onlayn maktabimizda yopiq kanallarda bu ma'lumotni berar edim. Lekin bugun da iloji boricha ko'proq ota-onalar bu haqda bilishi uchun shu video darsni olyapmiz. Demak, bolam rus tilini mendan yaxshi biladi. Birinchi savol: nega ona yoki ota o'zini bola bilan solishtiradi? То есть birinchi savol shu. Конечно же, bola bilan o'zimizni solishtirishimiz bu noto'g'ri. Lekin bolam rus tilini mendan yaxshi biladi degan gapni tarjimasi: u biladi, men esa yo'q. U gapiradi, bolam, men esa yo'q. Bolam grammatik xatolari to'g'rilaydi, meni xatolarimni, men esa yo'q. U xatosiz gapiradi, men esa yo'q. То есть o'zi bolam rus tilini mendan yaxshi biladi degan gapni tarjimasi shu. Eslatib o'taman, bolangizni o'zingiz bilan solishtirmang. Gap shundaki, bolaga o'zi har qanaqa tilni bolaligidan o'rganish bu nimani alomati? Tez natija bo'ladi. Nimaga? Birinchi o'rinda bolada kritika yo'q o'ziga. Bola xato qilishdan qo'rqmaydi. Поэтому qanaqadir til o'rganishi osonroq. Ikkinchi o'rinda bolani miyasida qayg'urish ertangi kun uchun unda bo'lmaydi. U xavotir olmaydi hech narsadan. Bu degani u fikrini katta muammosi bor odamga qaraganda tezroq yig'olaydi, tezroq jamlolaydi. Shunisi bor. Tushundinglar-da? Uchinchi o'rinda eng katta o'zi plus bolani o'ziga nisbatan kritikasi yo'qligi. Bu juda ham zo'r xislat. То есть qachonki siz ham o'zingizni kritika qilmasangiz, unim yo'q, bunim yo'q, uni qilmadim, buni bilmayman deb fikr yuritishdan to'xtasangiz, bu degani sizda o'sish uchun kuchingiz bo'ladi. Qachonki biz kun davomida uni qilmadim, buni qilmadim deb fikr yuritsak, hamma kuchimiz, kuch bu ham ne'mat beriladi-da. Bir kunlik beriladi kuch. Ovqatga qarang, как вот и в еде. Ovqatdan bir kunlik beriladi-yu bizga. Kuch ham xuddi shunaqa bo'ladi. Hamma kuchimizni agarda xavotir olishga, siqilishga, o'zimizni kamchiligimizni topishimizga ajratadigan bo'lsak, конечно же, o'sishga kuchimiz bo'lmaydi. Tushundinglar-da? Endi bu mavzuni yoritadigan bo'lsak, nima haqida gaplashamiz? Biz o'ylaymizki, что bolamiz rus tilini bilishi, вот men, например, bilmayman, bu men uchun zo'r motivatsiya bo'ladi. Chunki men uni onasi yoki otasiman va men har qanaqa fanni undan yaxshi bilishim kerak deb o'ylaymiz. Конечно же, bu to'g'ri fikr yuritish. Ota-ona boladan ancha aqlliroq bo'lish kerak. Chunki ba'zida bola qanaqadir savol bilan keladi, biz bu savolga javob topa olmasligimiz ham mumkin. Конечно же, bu bizni uyaltiradi ozgina. Biz o'ylaymizki, что bolamiz, например, rus tilini bilishi bizga zo'r motivatsiya, zo'r o'qishimiz uchun. Lekin bu fikr yuritish xato. Nimaga xato, Zarina Ismoilovna? Birinchi o'rinda
Agarda bu bizga motivatsiya bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsak, to bizada bolamiz oldida gapirishga qo'rquvimiz ko'tarilishi mumkin, yuqori darajaga chiqishi mumkin. Смотрите, men bu narsani o'ylab topganim yo'q. Siz aytishingiz mumkin, yo'q, men qo'rqmayapman, men bemalol gapiraveraman. Balkim siz hozirgi kunda qo'rqmayotgandirsiz, lekin siz gapirganingizda kun davomida juda ham ko'p xatolar qilganingizdan keyin farzandingiz sizdan so'raydi. Takror va takror. Nimaga siz rus tilini bilmaysiz? Ishoning, baribir gapirishga uyalib qolasiz bolangizni oldida. Поэтому bolangiz bilan o'zingizni solishtirishingiz bu aslida motivatsiya emas. Ikkinchi muammo paydo bo'ladi, bu talaffuz. Gap shundaki, agarda bolamiz, например, rus maktabga boradi, rus bog'chaga boradi, u yerda 4-5 soat davomida yoki ertalabdan kechgacha rus tilini ko'p eshitadi, hamma darslar unga rus tilida o'tiladi. Rus tilida, botanika darsi rus tilida, matematika darsi rus tilida, geometriya darsi rus tilida, chizmachilik darsi rus tilida, hamma narsa rus tilida bo'ladi. U rus tilini ko'p tinglaydi и gapiradi ham, oz-moz bo'lsa ham. Bu degani uni artikulyatsion apparati, ya'ni tili o'rgatilgan ruscha talaffuzga. Ota yoki ona kun davomida o'zbek tilida gapirib, bolasi maktabdan kelganida rezko rus tilida gapirishni boshlasa, конечно же, tili aylanmay qolishi mumkin. Конечно же, qanaqadir so'zni g'alati talaffuz qilishi mumkin. Bola aytadi, oyi kulib yuborishi mumkin. Потому что bolada yo'q unaqa tushuncha. Bu ota yoki bu ona kulish mumkin emas. U bola. Tushuninglar-da? U bola u. Uni haqqi bor. Bu narsa haqida umuman o'ylamaslikka. Поэтому ikkinchi bu bizga motivatsiya bo'lishi fikri ikkinchi xatosi то что bu talaffuzimiz, то есть talaffuz yaxshi bo'lmaydi. Uchinchi tez natija. Biz aytamiz, mani bolam birinchi maktabga, birinchi sinfga bordi. Men tezroq rus tilini o'rganishim uchun kerak, chunki уже ertadan boshlab men unga dars qildirishim kerak, или she'r yodlatishim kerak deb o'ylaymiz va juda ham tez natija xohlaymiz. Lekin tez natijani qoidasi bor. Это закономерность. Bu zakon, bu qoida shunaqa, natijani qoidasi. Qanaqa? Agarda biz tez natija haqida gapirayotgan bo'lsak, demak, natijani sifati past bo'ladi. Tushundinglarmi? Tez bo'lsa, sifati past. Tasavvur qiling, siz juda ham tez, например, oliviya salatini tayyorlashingiz kerak. Например, 1 soat davomida. Gap shundaki, ba'zida sabzavotlar 40 minut, 45 minut ham qaynashi mumkin, da? Например, или siz vinegret qilmoqchisiz. Lavlagi juda ham ko'p vaqt davomida qaynashi kerak. Bu degani nima qiladi? Sizga 1 soat berilgan, ozgina xom bo'lgan masalliqlarni ham to'g'raysiz tezroq salat qilish uchun. To'g'rimi? To'g'ri. Savol: u shirin bo'ladimi? U yeydigan narsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Javob yo'q. Nimaga bunaqa primitivniy misollarni keltiryapman? Shunaqa oddiy, hayotiy misollar keltirilyapti-da, ovqat haqida yoki salat haqida. Gap shundaki, bu qoida hamma narsada ishlaydi. Agarda biz juda ham tez natija xohlayotgan bo'lsak, har doim sifat juda ham past bo'ladi. Savol: nima qilish kerak bu holatda? Bolangiz rus tilini bilishi haqida unuting. To, что siz nimadir tezroq o'rganib, tezroq natijaga erishib, bolangizni ko'zida aqlli ko'rinishingiz kerakligini ham unuting. Потому что agar shunaqa fikr yuritadigan bo'lsak, o'zlashtirishimiz sifati, nimadir ma'lumotni o'zlashtirishimiz sifati juda ham past bo'ladi. Xo'sh, biz darsni davom etamiz. Darsimizni davom etamiz. Xo'sh, agarda farzand haqida gapiradigan bo'lsak, biz iltimos qilishimiz mumkin. Bolajonim, iltimos, rus tilida gapirganimda meni xatolarimni to'g'rilagin deb
Bu iltimosimiz bilan ikkita muammoni o'zimizga yaratib beramiz. Birinchi muammo degani bola uyda darsdan keyin, maktabdan keyin, bog'chadan keyin u charchaydi. U uyda bola bo'lib yasholmaydi. То есть u ustoz bo'lish kerak, u sizni gaplaringizni analiz qilish kerak, u sizni xatolaringizni to'g'rilash kerak. То есть bola. Bola, mana eslatmamiz, bola bu ustoz emas. Bolangiz uyda и вообще taxminan shu 10-12 yoshgacha nimalarni o'ylash kerak? Qachon unga qand berisharkan, qachon multfilm ko'rishga ruxsat berishadi, telefon qachon uni qo'liga tegarkan, то есть uni orzulari va fikrlashlari детский bo'lish kerak. Chunki u bola. Bolangizni bolaligini o'g'irlamang undan. Mani xatolarimni to'g'rilagin deb. Chunki bolani aybi yo'q rus tilini siz bilmaganingiz uchun. Bu bir. Ikkinchi o'rinda yana qanaqa muammo o'zimizga yaratib beramiz? To, что har doim siz buni xohlaysizmi, yo'qmi? Aslida bola ota-onani qilgan barcha yosh katta bo'lganida barcha qilgan xatolarini anglaydi va shu xatolar haqida gapirishi ham mumkin. Siz buni bilmaysiz, siz uni bilmagansiz deb bitta o'quvchimni istoriyasini aytib beraman. Bir kuni bitta juda ham chiroyli ayol kelib aytdiki, "Mani bolam bitta zo'r joyga o'qishga kirdi. O'sha собеседованиеga men ham bolam bilan kirishim kerak edi. Men rus tilini bilmaganim uchun bemalol gaplasha olmadim собеседованиеda." И o'sha собеседование tugaganidan keyin mani bolam mendan xafa bo'ldi. Nimaga siz rus tilini bilmaysiz deb. Tushunasizlarmi? То есть hurmat baribir to'kiladi. Конечно же, agarda уже bolangiz katta bo'lgan bo'lsa, shunaqa. Поэтому bunaqa narsa qilmaymiz, bolamizni xatolarimizni to'g'rilashga iltimos qilmaymiz. Xohlaysizmi, yo'qmi? Hali gapirish chiqarilmaganida, rus tilida gapirish 1,5 oyda chiqariladi. Agarda biz juda ham zo'r shug'ullanayotgan bo'lsak, faqat shunda 1,5 oyda yechimini topish mumkin. Bu muammo, то есть yo'q bo'lishi mumkin. Просто gapirish haqida gapirsak, то есть to'g'ri gapirish, to'g'ri reaksiya berish, aktsentsiz gapirish haqida gap ketmayapti hozir. То есть gapirishga birinchi qadam bosilishi 1,5 oy vaqtni oladi. И вот теперь tasavvur qiling, siz bolangizga iltimos qildingiz, mana to'g'rila и всё. То есть u sizni har doim to'g'rilayapti. Sizni o'zingizga xatolaringizni anglab, miyada o'zingizni xatolaringizni o'zingiz to'g'rilashingizga imkoniyat yo'q. Bu degani уже sekin-sekin bolangiz jig'ingizga tegadi va siz uni urishib berasiz. Bo'ldi, bilaman, или urishib bermaysiz, просто gapirmay qo'ya qolasiz. Поэтому, пожалуйста, hamma javobgarlik o'rganishimiz, biz kattalar o'rganishimiz uchun bizni zimmamizda bo'lish kerak, bolani zimmasida emas. Хорошо? Endi вот biz o'ylaymiz, что вот как я уже сказала, buni nimaga yozib oldim? Esimdan chiqmasligi uchun har bir narsani sizga aytib berishim. Menga o'rgatadi deb o'ylaymiz. И вот eslatma, u bola ustoz emas. Bu muhim eslatma. Keyingisi, вот смотрите, bu yerda undov belgisini yozdim, chunki bu ham hozir gapiradigan narsamiz ham juda ham muhim. Bolani bilim darajasini hech kim bilmaydi. Bu ko'p bo'lgan praktikamda 4,5-5 yil davomida o'zim uchebniy sentrimni yurg'izganman va juda ham ko'p onalar o'zini bolasini, mana ko'ring, mani bolam qanaqa rus tilida zo'r gapiradi deb olib kelganida, men ular bolasi bilan gaplashganimda ular bolasi вообще xato gapirgan rus tilida. Вообще xato, hamma yo'q xato. Lekin men, конечно же, да, zo'r deb aytardim, потому что ona yoki ota juda ham farzandi bilan faxrlanyapti. То есть bu narsani o'sha uni fikrini yo'q qilishga harakat qilmaganman. Lekin biling, bu asosiy qoida. Agarda siz uyda asosan o'zbek tilida gaplashasiz. Bolangiz rus tilini biladi, ili bolalaringiz rus tilini biladi. Например, 100% vaqtdan 50% vaqt sizlar o'zbek tilida gaplashyapsizlar, ili 60% o'zbek tilida gaplashyapsizlar. Ili, например, faqat 20% holatda o'zbek tilida gaplashyapsizlar. Farqi yo'q. Qancha foiz faqat o'zbek tilida gaplashasizlar uyda. Asosiysi uyda o'zbek tilida gapiriladi.
Bu degani bola kichkina, uni grammatik qoidalardan unaqa xabari yo'q, chunki grammatik qoidalar har bitta sinfdan sinfga o'tganda murakkablashib boradi va u 100% xato gapiryapti rus tilida. Lekin siz rus tilini bilmaganingiz uchun uni gapirish tezligini ko'rib, o'ziga bo'lgan ishonchini ko'rib, rus tilini zo'r biladi deb o'ylaysiz. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Agarda sizni farzandingiz sizni to'g'rilayotgan bo'lsa, balkim siz aslida to'g'ri gapirayotgandirsiz, u sizni to'g'rilashi xatodir. Tushunyapsizlarmi? Men unaqa misollarni ko'p ko'rganman. То есть unaqa emas, odam, например, nimadir to'g'ri gapiradi, bolasi aytadi, yo'q, unaqa emas, mana bunaqa bo'ladi. U bola. Не забывайте, не надо перекладывать ответственность на ребенка. То есть u bola, siz o'rganishingizga вообще hech qanaqa daxli yo'q bolangizni. Xo'sh, yana nima? Да, и вот esingizda tursin, yana yozdim, такой rebusdagi bo'lib qoldi. Xato emas. Bu nima degani? Как уже aytdim. То есть ba'zida biz gapirayotgan gapimiz to'g'ri bo'ladi, lekin farzandimiz uni to'g'rilashi mumkin. Chunki u farzand, u hali grammatika haqida to'liq ma'lumotga ega emas. Shuning uchun u xato gapirishi mumkin. Endi qanaqa yechimlari bor? То есть yechimi nima? Agarda biz rus tilini farzandimizdan yaxshiroq bilmoqchi bo'lsak va unga o'rnak bo'lmoqchi bo'lsak, то есть nimalar qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda bu fikrni unuting. Bolangizni o'zingiz bilan solishtirmang. Вообще, то есть bu narsa haqida o'ylamaslik kerak. Bolam biladi, men bilmayman. Даже agarda bolangiz kelib, menga mana bu uyga vazifani qilishga yordam bering deb aytsa, da, например, qaravosiz kitobga hech narsani tushunmayapsiz. So'zlarni tarjima qiling, biling, nimani so'rayapti mashqlarda. Потому что 4-sinfgacha beriladigan aslida vazifalar, особенно rus tili haqida gapirayotgan bo'lsak, unaqa murakkab bo'lmaydi va har bitta mashqning tepasida qoida bo'ladi. O'sha qoidani hattoki Google'ga yozib, tarjima qilib, hattoki rasmga olib, onlayn переводчикdan tarjima qilsangiz bo'ladi. Rus tilini bilmayman deb qutulishingiz kerak emas. Tushundinglarmi? Eslatib o'taman. Bola hech qachon ota-onani hech qanaqa minusini esidan chiqarmaydi. Тем более katta bo'lganida anglasa, что onani, например, или otani men rus tilini bilmayman degani bu boladan qutulish uchun, или o'zini qiynamaslik uchun bo'lsa, u albatta shu haqda fikr yuritadi. Sizga aytmasa ham o'ylaydi. Bu degani o'sha sizga bo'lgan munosabati yuqori darajada bo'lmaydi. Поэтому unuting, solishtirmang, unuting вообще, что sizni bolangiz rus tilini biladi. Agarda yordam so'rayotgan bo'lsa, yordam bering, qiynaling, hammaga telefon qilib chiqing. Da, например, qiynaling, qanaqa Instagramdagi ustozga yozing, menga ko'p yozishardi. Tekshirib ko'ring, bolam bilan qildik, to'g'ri qildikmikin. Lekin hech qachon povod bermang, что siz bolangiz hayoti bilan, da, qiyinchiligi bilan ishingiz yo'q. Unaqa fikrga bormaslik kerak bola. Ikkinchi yechim, sifatli o'rganish. Xohlaysizmi, yo'qmi? Agarda bizni vazifamiz rus tilini o'rganish bo'lsa va bolamizga dars qildirishimiz yoki bolamiz oldida aqlliroq bo'lishimiz, rus tilini bilimi haqida gapirayotgan bo'lsa, sifatli rus tilini o'rganish kerak bo'ladi. Bu matnlar bilan ishlash, ularni tarjima qilish, ularni gapirib berish, kinolar ko'rish, grammatik qoidalarni o'zlashtirish, ko'proq yozish. Agar, например, grammatik qoidalar esingizda qolmayaptimi, ko'proq yozing, ko'proq mashqlar qiling. Da, то есть sifatli o'rganish kerak bo'ladi. Например, ba'zi bir ota-onalar aytishi mumkin. Voy, endi buni ham qilamanmi? Nimaga shunaqa murakkab? Например, boshqa ustoz kuniga 10 ta so'z yodlang, 5 ta so'z yozing и o'rganib ketasiz deyapti. Zarina Ismoilovna очень все отягощает, то есть juda murakkablashtiriryaptilar bu narsani deb fikr yuritishingiz mumkin. И bu yerda ham xato fikr yuritish. Tushunasizlarmi? Почему bu xato? Потому что ustozni ikkita yo'li bor. Ustoz или komfort tanlaydi, или natija tanlaydi. То есть men natija tanlayman. Bu degani, meni asosan e'tiborim faqatgina o'quvchiga komfort yaratish, uni kamroq bezovta qilish emas. Потому что men natija tarafdoriman. Siz ham
olasiz или otasiz. Siz, например, nimani xohlaysiz? Просто bolangiz в кавычках qanaqadir kursga, например, ingliz tiliga 1 yil davomida boryapti, siz pul to'layapsiz va hech narsani o'rganmasligini xohlaysizmi? Borsa bo'ldi deb yoki natija xohlaysizmi? 1 yil bording, nimaga o'rganding? Qanaqa so'zlarni bilasan? Shuni so'rab olasizmi? Chunki siz ham natija tarafdorisiz, mandaka. Поэтому umuman tezroq o'rganish, tezroq natija, bunaqa narsa haqida unutish kerak. Sifatli o'rganish haqida o'ylash kerak. Tushundinglarmi? O'zingizga sifatli o'qituvchi toping. Biling, har doim qanaqadir ishni boshlaganingizdan keyin va uni sifatli bajarganingizdan keyin albatta qiynalasiz. Faqat ozgina vaqt. То есть bu oxirgacha qiynalish degani emas. 3-da bu muammoyimizni yechimi. 3-chi ruscha so'z yozdim. Опережение. То есть вот, например, hozir sizni farzandingiz bog'chada 1-2 sinfda o'qiyapti, 3-sinfda o'qiyapti yoki 4-sinfda o'qiyapti va hozir sizni yordamingiz farzandingizga kerak emas. Chunki u prodlyonkaga boradi, ustozi bilan shug'ullanadi, uyga vazifa qildiradi va boshqa. Потому что 4-sinfgacha обязательно prodlyonka bor. То есть ustozlar oladi, tam unga pul to'laysiz kunlikda, tam 50 ming, 100 ming, bilmayman nech pul. U sizni farzandingiz bilan uyga vazifa qiladi, lekin tushuninglar shuni, ustoz uyga vazifani qildiraman deb olganidan keyin farzandingizni u butun uyga vazifani qanaqa qilish kerak deb farzandingizga qildirmaydi. U просто doskaga yozib beradi hammasini. Bolangiz doskadan daftarga ko'chiradi. A потом gap shundaki, taxminan har 10-15 kunda maktabda o'qiydigan o'quvchilarda обязательно imtihonchalar bo'ladi. Qanaqadir diktant, qanaqadir test. U 100% 2 oladi. Потому что u просто doskadan ko'chiryapti. Bu degani siz to'layotgan pulingiz просто bolangizni doskadan nimadir ko'chirishi. Achinarli holat, to'g'rimi? Поэтому siz bu holatni to'g'rilashingiz mumkin. Rus tilini sifatli o'rganing. Уже, например, 2-3 sinfda bo'lsa ham vaqtingiz bor. Потому что уже 5-sinfdan juda ham murakkab mavzular bo'ladi. Rus maktabda rus tili darsida juda ham murakkab mavzular bo'ladi va sizni yordamingiz bolangizga 100% kerak bo'ladi. То есть действуйте на опережение. Anaqa kelajakni o'ylab hozir harakat qiling. Kelajakni o'ylab. Gap shundaki, oldin maktabdagi bilim shunaqangi sifatli bo'lardiki, что biz uyga vazifani tanaffusda qilar edik. Lekin hozir unaqa emas, потому что agarda nimaga unaqa deydigan bo'lsa, конечно, ustozlar просто yomonlashimiz mumkin. Uni bilmaydi, buni bilmaydi deb, lekin farzandlarda ham ayb bor. Точнее, ular ota-onasida. Men ham maktabda ishlaganman. Juda ham ko'p vaqt, например, dars 40 minut bo'lsa, taxminan 20 minut bolalari tinchlantirishga ketadi. 20 minut darsi yarim. Ularni tinchlantirishga, kim bor, kim yo'q, sinfga hamma kirdimi, yo'qmi, hech kim qo'lini sindirmadimi tanaffusda, hech kim mushtlashib ketmadimi, faqat shunga qaraymiz, потому что bolalar tinglashi uchun darsni bizga tinchlik kerak. Faqatgina shunda biz gapira olamiz. Tushunasizlarmi? Поэтому bolangizni agarda, например, bolangiz maktabga borib, ustozi yaxshiligini bilsangiz, lekin hech qanaqa natija yo'q, o'sish bo'lmayaptimi bolada, boshqa ota-onalar bilan gaplashib, bolalarga har kuni miyaga qo'ying. Darsga kirganingdan keyin dars boshlandimi, jim o'tir, gapirma, yema, mushlashma, telefoningni olib qo'y deb shunaqa o'rgatsangiz, bu degani ustozi farzandingizga bilim beradigan vaqti уже 20 minut emas, 40 minut bo'ladi. Tushundinglarmi? Вот hamma narsa bir-biriga shunaqa bog'langan. O'quvchilarim, men bu mavzuni iloji boricha chuqurroq, kengroq tushuntirishga harakat qildim. Bu dars haqida fikringizni yoki qanaqadir savolingiz bo'lsa, izohlarda yozish esingizdan chiqmasin. Kutaman.